Keling, nega ko'pchilik puldan qo'rqishi sabablarining ikkinchi qismi haqida gaplashamiz. O'zini loyiq ko'rmaslik. Eng keng tarqalgan to'siqlardan biri bu men bunga loyiq emasman degan ichki ishonch. Inson o'z xizmatini yoki bilimini qimmat sotishdan qo'rqadi. Mijozdan pul so'rashga uyaladi. Agar siz o'zingizni va vaqtingizni past baholasangiz, bozor ham sizga shunga yarasha javob beradi. Pul o'z qadrini bilganlarga keladi. Yo'qotish qo'rquvi. Ko'pchilik pul topishdan ko'ra uni yo'qotishdan ko'proq qo'rqadi. Bu qo'rquv sizni yangi loyihalardan, investitsiyalardan va o'sishdan to'sib qo'yadi. Boy insonlar muvaffaqiyatsizlikka tajriba deb qarashadi. Kambag'al fikrlaydiganlar esa fojia deb. Risk qilmaslikning o'zi eng katta riskdir. Sizning hamyoningiz bu ichki dunyongizning aksidir. Avval miyangizdagi chegaralarni buzing. Shunda moliyaviy chegaralar ham o'z-o'zidan yo'qoladi. Puldan qo'rqmang, uni boshqarishni o'rganing. Sizda ham shunday qo'rquvlar bormi? Izohlarda yozib qoldiring va puldan qo'rqadigan do'stlarga yuborishni unutmang.